Assalomu alaykum jigarlarim. Komil karate Saturn jangi haqida ikki og'iz gapim bor. Saturn yutdi, lekin jang komil karate berildi. U yerda katta pul tikilgan edi va aniq. Bu yerda sport emas, qimor ketdi. Shuni tan berishimiz kerak. Axringi mayt o'zbek millatdoshlari juda ko'p qimorga berilib ketyapmiz. Ey jigarlarim, qimorga berilib ketmang. Adin egizbetdan pul tikaykonlar O'zbekistonda juda ko'p. Bular shunday qilib O'zbekistonda pulli shipilib ketyapti. Hozir YouTube auditoriyasiga kirsangiz, nemis ham, fransuz ham o'zbek tilini o'rganib, lotereya ochib olgan. Bahodiri kim edi, brati, bittasi chiqqan edi. Nima edi u? Odamlarga o'y qurib beradigan Qashqadaryoda Otash degani bor edi, kimda Samarqandlik bor edi. Hozir ketgan. Merslarni bermay. Bahodir brati, juda ko'pda bular. Bittasidan iltimos qilaman. Agar shu gapim haqiqat bo'lsa, like bosinglar, kommentariya yozinglar. Jigarlar, biz axirgi payt qimorboz bo'lib ketyapmiz. Harom halolni farqi yetmay qolgan. Agar Alloh beraman desa, shu topgan pulingizni barakasini bersa, mashinani ham olasiz. O'ynamanglar shu, mana shu naslarning o'yinida o'ynamanglar. Bular Allohning qag'rishi qolib ketgan bular. Siz aytishingiz mumkin, siz ham o'ynamaganmisiz? Men 3 marta o'ynaganman, men keyin qaytib o'ynamaganman. Bilganman bular haromxo'r. Otashi bitta Captivani o'zini akasi aytib bergan, naqd pul bergan deb, Bahodir brat bitta jentrani bermagan. Mana shunaqa narsalar juda ko'p. Bularni ko'rib puxtdek o'yinib qolib ketgan. O'ynamanglar. Allohdan faqat so'ranglarki, shu mehnat qilgan oilangizni olgan pulingizni barakasini bersin. O'shanda siz mashina yuting. Mayli 10 ta mashina emas, bitta mashina bo'lsin, halolidan bersin. Bu dunyo o'zi juda kalta. Umrimiz tez uzadi, tez tugadi. O'ynamanglar. Mana Bahodirga qaranglar, Amerikaga ketib aynalib yuribdi. Bu qayda ishlayapti? Yo, menga o'xshagan qassobchilik qilyapti. Nastroykada ishlab olyaptimi? Ana shu sizga o'xshagan, menga o'xshaganlarni ahmoq qilib, pulini yig'ib, chetlarda aynalib yuribdi. 10 ta mashina pulini yig'ib, 3 tasini bersa beradi, qolganini devor. Faqat qarindoshlariga chiqatadi bular. Faqat yo stroykada azob yegan, pula dar qolgan, mana shunaqa narsalarni ko'rsatib, odamlarni o'ynasin, yutsin deydi. O'ynamang. Iltimos jigarlarim. Mana shu oktagonlik ham xuddi shularning bir turi. Biz qimorga berilib ketdik. Ey o'zbeklarim, biz qimorga berilib ketdik. To'xtatinglar bu narsani.